Assalomu alaykum, hurmatli Agrobank mijozlari. Bugun iyun oyidagi yangi tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni boshladik. Marhamat, nimalarni sizdan boshladik. Firmangizni nomini Kelajak imkon poydevori So'z Farg'onasi nomidan 100 million kredit olmoqchimiz. 312 qaror bo'yicha arizalar tashlab, arizalaringizni berasiz, o'rganib chiqamiz. Android tizimimiz bor. asosiy vositaga olib ishlab chiqarishimiz Ishlab chiqarishingizda yo'nalishingiz nima? Yo'nalishimiz o'sha Temir qayta ishlash, asosini olmoqchimiz. Tushunarli aka. Bo'lmasa 3 kun ichida xudo xolisa nimadan hal qilamiz. Ijobiy xat berishdan Mahalla faollariga berilgan kreditdan 50 million 50 million so'm kiritmoqchisiz. Mahalla loyihasi bo'yicha mahallada biriktirilgan bankirimiz bor, xonadoningizni o'rganadi. O'sha tavsiyasiga asosan sizga 50 million so'm kafillik asosida beramiz. Sizda muammo yo'q, opa? Yo'q, menda. Bo'ldi, tushunarli. Birga kelgan ekansiz.